Toshkent shahridagi Rakat Jome masjidi imom xatibi Rabbimqul domla Muhammadiyev Saudiya Arabistonida vafot etdi. O'zbekiston musulmonlari idorasining ma'lum qilishicha 2025-yil 23-may kuni Rabbimqul domla Toshkent Madina yo'nalishida poytaxtning 38-guruh ziyoratchilari guruh rahbari sifatida yo'lga chiqqan va samolyotda hushini yo'qotgan. Bemor Madina xalqaro aeroporti shifokorlari tomonidan tekshirilganda ahvoli o'ta og'ir, behush bo'lgan. Shundan so'ng u Madina shahridagi klinikaga joylashtirilgan. Shifokorlar tomonidan bosh miya qon aylanishi o'tkir buzilishi, miya o'zagi strukturalari o'zgarishlari, bosh miya shishi tashxisi qo'yilgan. Shundan so'ng bosh miya shishini kamaytirish maqsadida 24-may kuni operatsiya o'tkazilgan, ammo shundan keyin ham bemorning ahvoli og'irligicha saqlanib, 26-may kuni erta tongda vafot etgan. Bugun Madinadagi Masjidun Nabaviyda o'zbekistonlik marhum imomga janoza namozi o'qilishi va Baqiy qabristoniga dafn etilishi rejalashtirilgan.